o'zi. Qo'yni aylantirdi, o'shanga 5 kun ana qoldi kapelnitsa. O'sha periodda ovatdi. Ha, tugadi kapelnitsa. Nima olding? Askarbinka, B12 yana nima? Jonim qimirlashi. Qimirlayotganini ko'ryapsizlarmi oyijonlar? Hamma har xil holat bilan chiqib ketyapti deb bugun rosa ham kichkina surok ko'radigan kunimiz ekan. Bittasi aytyaptilar, ko'rib bering, oldirmoqchiman deb chiqib ketyaptilar. Uni orqasidan Jizzaxlik homiladorim kelyaptilar, xursand bo'lib, chunki birinchi farzandlari undan avval farzandlari nobud bo'lgan, endi pashti birinchi farzandlari. Ular ham shu surokda. Yurak urayotganiga hapqirib turibdi-da yuraklari. Mana bizaniki ham jonim bo'lsin. Ikkinchi farzandimiz.